Assalomu alaykum hammaga. Notgan bosganlar yana bir marta kallasi zo'r ishlaganini bildiradi. Endi qarab turinglar. Notgan sotganlarga NFT bergan. Har xil o'shani mana shu botdan olib, o'sha mana shu botga o'zi notgan bosganlarga bergan hammaga. Notgan bosgan lichkalaringdan mana shu postdagi bot silkasini qoldiraman. Mana shu botga kirasizlar. Openni bosasizlar, pastdagi open tugmasini. Botga shunday kiradi. Next kirib, men profil bo'limiga o'tasizlar, men bu yerlarga emas, profil bo'limiga o'tib, men Notcoin Invest bitta bosasizlar. Menda hozir bu lichkamda kam. Sizlarda mana shu yerda shunday mana shu joyini shunday screenshot qilib, shunday tashlaysizlar. O'zim qaysi biri qancha narxdan olishimni aytaman. Bular hozir men common deganlar arzon 5000 so'm. Undan ham kam. O'zi shunday lichkam yozgan paytlaringiz mana shu joyini shunday screenshot qilib tashlaysizlar. O'zim narx aytaman. Hozir o'tkazdirishni ham o'rgataman. Hozir bu menda hozir kam, oddiy lichkam. Sizlarda qip-qizil, hozir ko'rsataman qanaqa avatarka bo'lishdi. Sizlarda Notcoin'ning mana shu avatarkasi bo'lsa agar, mana shu birinchida turgani mana shu bo'lsa agar, shu joyini shunday screenshot qilasizlar, o'zi men ko'rsatgan joydan. Mana shunaqasi agar bo'lsa agar 50 ming so'mdan sotib olamiz. Bularni ham olamiz arzonroq lekin. Mana profil bo'limiga o'tasizlar, mana shu invest joyini, mana shu joyni bitta screenshot qilib lichkam tashlaysizlar. Men narx aytaman, keyin o'tkazdirish qanday bo'ladi? Men sizlarga kod beraman. Masalan, qaysi birini o'tkazdirmoqchi bo'lsanglar, bitta bosasizlar, ichiga kirib, mana send tugmasi bo'ladi. Sendni bosib, mana bu yoqqa men jo'natgan kodni shunday yozasizlar. IDni yozgan paytlaring o'zi shunday chiqadi. Masalan, qaysi lichkaga bo'lsa, mana lichkam bilan shunday hozir. Bunaqa bo'lmaydi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Masalan, mana shunaqa kod beraman, transferni bosasizlar, mana shunaqa lichka chiqadi. Mana shu qaysi lichka, masalan, nom masalan kim deb sizlardan olmoqchi bo'lsangiz, o'sha nom chiqadi. Shuni jo'natasizlar. O'zi menga yetib keladi o'sha men jo'natishni bitta screenshot qilib menga tashlaysizlar. Hammaga rahmat. Mana shuni hamma Notcoin o'ynagan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Mana shu olish, jo'natish qancha borligi, qanchadan olish hammasi tushuntirildi. Videoni oxirigacha ko'rib, menga faqat shunday screenshot tashlanglar. Qaysini qanday o'tkazirish o'zim tushuntirib aytib o'raman.